Tracker Premier 2023-yil oldilarini qaranglar ana. Equinox'ga o'xshab qop-qora black piano qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli bo'lib turibdi tablitsovkalari. Kraskalari top-toza ekan, parokli qo'yilgan. Boshlamizdan mana balonlari ham yaxshi. Tonirovkasi bor. 4 oycha tonirovkasi bor ekan. Mana bitta lini nimasini taqib qo'yishdi, nakitkasini. Ko'jalari ham zo'r, 73,000 kilometr yurgan. Salonlari zo'r. Mashina bir tekisini qarab olma, holati zo'r ekan. Tiniq bo'lib turibdi. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana qora emblema qo'yilgan Chevrolet. Kraskalar top-toza ekan. Kichkinagina o'rab qilgan joyi bor, yerimda bir narsa. Hop, mashinamizda 2023-yil srochniy narxlarda 14200 bo'lsa beraveramiz. 14200 ga Trekkerda foydalanib qolinglar. Yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying.